Baning Baraka shahriga dron hujumi Zaporijyedan ham zararroq, dedi EA rahbari Euronews'ga. Rafael Grossi Euronews telekanaliga bergan intervyusida Baning ishlayotgan atom stansiyasiga dron hujumi Zaporijyedagidan ko'ra ko'proq xavf tug'dirishini aytdi, chunki hujum vaqtida uning reaktorlari ishlayotgan bo'lib, tonnalab yadroviy material, juda va o'ta og'ir oqibatlarga olib keladigan radiologik avariyaga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Fox News telekanali Bayning boshidan boshlovchisi Vazirlar Mahkamasi rahbari Kaliforniyada gubernator uchun to'qnashmoqda. Agar bu natijalar saqlanib qolsa, har ikkala partiyaning shtatning o'rmonda birlamchi tizimida ikkala o'rinni qo'lga kiritishga bo'lgan dastlabki umidlariga qaramay, an'anaviy demokratlar va respublikachilar tanlovi o'rnatiladi. Bunda barcha birlashmalardan nomzodlar bitta ovoz berish byulletenida paydo bo'ladi va qaysi partiyadan qat'i nazar eng yaxshi ikki o'rinni egallaydi. Saylov kechasi uchastkalarning 73.4% qisman hisobot bergan bo'lsa, rasmiy natijalar Hiltonning 26.9% ovoz bilan oldinda, Better esa 25.8% ovoz bilan keyingi o'rinda ekanligini ko'rsatadi. Har bir nomzod taxminan 1 million ovoz to'pladi. Better esa 46 million. Eron urushining 96 kuni AQSh va Eron yangi hujumlarni amalga oshirayotganda sodir bo'layotgan voqealar. Kuvayt havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari kelayotgan dron va raketalarni tutib olganini, Bahrayn esa ogohlantirish sirenalarini faollashtirgani bilan qo'shni davlatlarga ham tarqaldi. AQSh markaziy qo'mondonligi CENTCOM, shuningdek, Eronning bir nechta raketalari va uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini aytdi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi esa AQSh zarbalariga javoban mintaqadagi AQSh harbiy obyektlarini nishonga olganini da'vo qildi. Oxirgi voqealar urushni tugatish bo'yicha diplomatik sa'y-harakatlar bo'yicha noaniqlik davom etayotgan bir paytda yuz berdi. Eron urushi jonli, AQSh Eronning keshmini uradi, deydi Tehron Kuvayt va Bahraynni nishonga olgan. AQSh prezidenti Tramp Isroil bosh vaziri Netanyahuni Isroilning Bayrut chekkalariga zarba berish tahdidi yuzasidan qattiq tanqid qilganini xabar qildi. Putin Ukrainaga nisbatan murosasizligicha qolmoqda, ammo Rossiyada urush haqidagi jamoatchilik munozaralar ozgarayaptimi? Prezident Putindan mukofot olganidan so'ng, Babkina Kremldagi tinglovchilarga shunday dedi: Rossiya bizning barchamizni birlashtiradigan ajoyib, ko'p millatli genetik kodimiz tufayli hech qachon taslim bo'lmaydi. Kimki buni yoqtirmasa, borib o'zini zaharlashi mumkin. Kechirimsiz, tavbasiz va murosasiz Ukrainaga ommaviy bostirib kirishni buyurganidan beri, Kreml rahbari Rossiyaning qo'shnisiga hujum qilish qaroridan afsuslanmadi. Va bu hafta Rossiya Ukrainaga navbatdagi yirik raketa va dron hujumini uyushtirdi. Rossiyani dunyoga ko'rsatish